mayli. Xato bo'lishi mumkin hozir. Shishido Shishido talant kam. Shishido 4ta kill. Ajoyib o'yin ko'rsatdi. Qarasa, juda buni gali kelganini sezdi. Burgan vaziyat. Muzizer fight qiladi. 200 quadro kill qilishi mumkin ekan. Agar oladigan bo'lsa duelni va oldi lekin. Va Shishido o'qilmaydi. Shishido tezroq o'ynash kerak. Shishido qo'lda va hammasi bor. Ada hozir g'ijrat bermoqda, birga bir vaziyatda qolib ketdi. Shishido Molik qanchmadi? Nega hozir pik qilishsa edi? Molik chiqmaganku oxirida. Shishido pik qilgani mayli. Nega Messi pik qildi? haqida va hozir Piondan antimiz bor. Hoppa, Shoh. Kuch vaziyatda beryapti. 9dagi o'yinchini ham biladi. Shoh ko'rdi. Ana qarang, qarang. Bu xato, bu shans degani ularga. Shoh, orqadan o'yinchi kelyapti. Vetvi va bu Shoh. Unga qiziqmas, Shoh quadro kill. Oy. Bordi. Solo hal qilib berdi bu raundni. Vetvi, Oy. Noni bo'lsa, mana yaxshi. Noni tirik qoldi, qarang qizig'i. Bu yerda Noni double kill, Noni triple kill Nonidan. Yana bitta flash kill. 5 soniya qolmoqda. Noni yutib qiladi. Noni gap bo'lishi mumkin emas. 2-1 yetik. Botir shot. Mahoratingni ko'rsat, yer. Yaxshi Noni. Mana sizlarga o'sha avvalgi Norvar. Yana bitta kill topdi Noni. Kumao'da Norvar bo'ldi. Noni yana 21 ga 11 yer. Match point. Hamma otdi. Lekin Dementor kill aday rasmida va bu yerda Albikon Aradminda birgina Albikon ikki qarshi Albikon amalga Albikon 2ga 1 raund yutib berdi. O'tmayli bayram bo'ldi. Yaxshi, bor. Saytga qancha informatsiya yo'q, va bu yerda kerak. Yo'q, va bu pastda bor edi. Men bir ketdim. Mana o'sha raund, yana o'sha raund, yana o'yinni o'zgartirib yuboradigan raund.